Bu 3 ta film sizni aniq iqtisod sohasiga qiziqtirib qo'yadi. Birinchisi, The Big Short. Film 2008-yildagi ipoteka inqirozi mavzusini qiziqarli, kulgili va eng muhimi oson tilda ochib beradi va unda ipoteka majburiyati, bozor psixologiyasi kabi tushunchalar hikoya shaklida tomoshabinga yetkaziladi. Bu film orqali noto'g'ri qarorlar, o'ziga haddan tashqari ishonish va ochko'zlik qanday qilib butun dunyo iqtisodiyotini barbod qilish haqida tushunib olasiz. Ikkinchisi, Moneyball. Bir qarashda oddiy sport filmidek ko'ringan ushbu namuna aslida statistika, ma'lumotlar va resurslardan to'g'ri foydalanib qanday qilib katta va kuchli jamoalarga bas kelish mumkinligini isbotlaydi. Brad Pittning pul yo'qligiga qaramay, yuqori potensial bor jamoa tuzishi, samaradorlik, analytics va decision makingni yaqqol yoritib beradi. Uchinchisi, The Founder. Bu filmda butun dunyo sevib tanovvul qiladigan McDonald'sning qanday qilib kichkina g'oyadan iqtisodiy gigantga aylanganiga guvoh bo'lamiz. Bu yerda biznes modeli, franshiza strategiyasi, xarajatlarni nazorat qilish kabi tushunchalar dramatik syujet orqali namoyish etiladi. Film orqali siz strategiyaning real hayotdagi katta kompaniyalarga ulkan ta'sirini anglab olasiz. Iqtisodga oid ko'proq foydali videolar uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.